sahnada Jizzaxlik jiyanlar. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Qimiz deb 10 yilimiz ketdi. Finalda umrimiz ham o'tdi. Muxlislar ham bizlarni ko'p kutdi. Bizlar bugun finalga chiqamiz. Shu yil qadam finalga yetadi ey. Finalda xalq bizni ham kutadi ey. Onalarimiz sizni duo qiladi ey. Biz bugun finalga chiqamiz. Qani Toshkent? Mana Toshkent! Assalomu alaykum Toshkent! Ya bolalar, hokim bova telefon qilyapti. Ko'tar, gaplash. Alo. Otabek, qalaysiz? Assalomu alaykum hokim bova. Qizi qalay bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Finalga chiqishlaring uchun mendan nima yordam? Shu 5 minut telefon qilmay tursangiz, temp tushiryapsiz-da, shuni o'zi katta yordam. Boshlandi. Bizda hokim temasi zo'r-da. Hozir bular oson menga qiyin to'g'risi. Nimaga qiyin? Kecha hokim xonasiga chaqirdi. Menga qarasanlar, yaxshi muammolar olib chiqyapsizlar. Shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirib olib chiqinglar dedi. Muammolarni boshqacha yo'l bilan tushuntirish kerakmi? Mana men tushuntiraman. Tort. Yo'q, ey. Tort. Hech nima bo'lmadi-ku. Tumanimizda gaz yo'q. Bularda hokimi so'rar ekan. Nimaga? Hol so'rar ekan, yo'qlab turar ekan. Bizni tumanda hokimi aloqaga ham chiqmaydi. Sen hokimning oldin ozodlikka chiqib olsa. Bolalar, kelinglar boshqa mavzuda. Boshqa mavzuda gaplashaylik. Men bitta qiz bilan tanishdim kecha. Ismi Mutabar ekan. Nima ekan? Mutabar. Bir choyxonaga qo'yiladigan ism ekanda. Chimolini bosma. Nimaga? Yomg'ir yog'adi. Yo'q, chimolni bossang puling qolmaydi. Yomg'ir yog'adi. Puling qolmaydi. Hozir bilamiz-da, mana nima bo'ladi mana. Aytdim senga yomg'ir yog'adi deb, ketdik boshqa joyga. Pulimiz yo'q-ku, qayerga ketamiz? Mana pult. Mana boshqarib tur, bir narsa deb gapirib qo'ymay. Menga qara o'zi. Mana pult, mana boshqarib tur, bir narsa deb gapirib qo'ymay. Menga qara o'zi. Mana pult, meni boshqarib tur, bir narsa deb gapirib qo'ymay. Menga qara o'zi. Bosa urmay. O'zing aytgan. Yana bir marta bosing mana pultni. Xit ishtalin, dig'i, g'anin, libg'a, shubg'i. Huwa shichana voya. Qavanib. Bosma. Ya, qizil knopkasini bosma. Bolalar. Men gitaramni olib chiq. Shu joylardan bo'lsin. Qani? Ayt, Chal. Yo'q, Chalmaysan. Yo'q. Nima olib chiqding unda? Ya, anada tursa birov o'g'irlab ketadi dedim-da. Bolalar, jamoamizda bir chiroyli qiz bo'lsa-da. Figurasi otga o'xshasa-da. Shunday chiqib kelsa yondan. Ha deya, rostdan shunaqa qiz chiqib kelsa-yo. Sen diyanga gapirma. Diyanni oldin olma, qo'y. Sen vobshe aralashma katta kalla. Menga qara. Men karate bo'yicha chempionman. Bitta deb mazani qochirib qo'yaman. Qara, chempion bo'lsang medali yoningdami? Hozir yonimda medal yo'q lekin. Sakrachi? Nima qilasan? Sakra topaman. Gamashkir ko'chasi oldi. Lekin borga shu medalni borga qizlar taqib chiqmasin degan ko'chaga. Nimaga? Bolalar. Bolalar. Bu tomonda ham qiz boshlanibdi-ku. Kimsiz siz? Tanimadingizmi? Yo'q. Men mana bo'laman. Alo.
Ha. Ha, xo'p. Nima yayron bilibsizlar? Hammasi juda ham oddiy. Telefonda ham gapim yo'q. Nima baq? Shu gapim yo'q desa, mazza kulasizlar. Shu gapim yo'q desa, sizlar mazza kulsanglar-da. Sizlarga bitta gap aytib qo'yay. Boks afsonasi Muhammad Alining bitta gapi bor. Ko'rasizlarmi, даже boksyorda ham gap bor-da. Hurmatli muxlislar, bu jamoamizning a'zosi asl. Buni shaxsiy rollari bor komandada. Ko'ringlar. Nima qilay? Gapiraman desam tilim bor. Lekin haqqim yo'q. Nafaqat aktyorlar, bizda tuhmat talantlar ham bor. Masalan, Avaz. Asldan zo'rman. Isbotla. Lights, camera, action. Qizlarga o'xshab yurishini qara. Voy, yurlar. I see you looking at me. Kecha ustimdan kulganlar, bugun ham kulib o'tiringlar. Azizlar, hammamiz xo'rozmiz. Ko'ramiz, bizda juda ham biznesmen xo'roz. Hurmatli tovuqlar, magazinda tuxum narxini eshitdilaringmi? Qattiqroq ishlamasak bo'lmaydi bugun. Azizlar, bir narsani bilib qo'yinglar. Agar Isak Nyuton tortishish qonunini aniqlamaganda, ba'zi jamoalar yarim finalga tortishmay qolib ketardi. Ko'ramiz, bizda 17-asrda qatl jarayoni. O'limingdan oxirgi so'nggi tilagingni ayt. Qulpini yegim kelyapti. U bahorda chiqadi. Ha, kutaman. Agar suv obi hayot bo'lsa, unda sen men dengizimsan. Azizlar, hammamiz qo'ymiz. Ko'ramiz, bizda Qurbon bayramida hamma qo'ylar so'yilib, bitta qo'y qolganda qanday bo'lardi? Hammasi juda ham oddiy, kayf. Azizlar, har qanday ko'zoynak ham bizni chiroyli qilavermaydi. Azizlar, hammamiz hokimmiz. Ko'ramiz, bizda hokim ko'chasida bo'lgan voqea. Mayli, onasi yaxshi qol, charchama. Ya, hokim boy, yo'limizni. Ha? Yo'limizni. Bo'la, sabr qilib tur. Ana endi 80-chi. Balkim vaqti keldi, Jizzax ham chiqsin endi finalga. Necha yillardan beri umidimiz so'nmagan. Bu jamoa 10 yil sahnalarda ko'p sinalgan. Ishonchingiz oqlashga bugun shaylangan. Rahmat azizlar. Sizlar bilan 80-yillardan beri finalga chiqa olmagan Jizzaxlik jiyanlar jamoasi bo'ldi. Jizzaxlik jiyanlar jamoasiga guldiroz qarsagiylar.